Assalomu alaykum. Bu video darsimizda siz bilan ildizlarni topish birozgina qiyinroq bo'lgan kvadrat tenglamalarni yechishni masxara usuli hamda to'la kvadratga ajratish usullari to'g'risida gaplashamiz. E'tibor qiling, bu yerda 6 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz x kvadrat plus 1 taqsim 6x minus 1 taqsim 6 teng 0. Ya'ni xunuk kasr hosil bo'ladi. Bunda Viet teoremasini qo'llab ildizlarni topish birozgina mushkul hisoblanadi. Biz bu yerda bosh koeffitsiyentni ozod xatga tashlash usuli yoki bo'lmasa qisqacha qilib buni masxara usuli deb ataganmiz. Mana shu usuldan foydalanib yechamiz. Ya'ni bosh koeffitsiyentni ozod xatga ko'paytiramiz. Natijada bizda nima hosil bo'ladi? Natijada bizda x kvadrat plus x minus 6 teng 0. Ildizlarni og'zaki topish mumkin bo'lgan kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Demak, buni ildizlar bilamizki minus 3 u 2 bo'ladi. Lekin minus 3 u 2 berilgan kvadrat tenglamani ildizi bo'la olmaydi. Faqat bu tenglamani ildizi bo'ladi. Berilgan kvadrat tenglamani ildizini topish uchun esa biz nima qilamiz? Mana shu topilgan ildizlarni kasrning suratiga yozamiz. Minus 3 u 2 ni suratlarga yozdim. Mahrajga esa boya ko'paytirib qo'ygan 6mizni yozib qo'yamiz. Ya'ni ko'paytirganimizni qaytarib bo'lib qo'yamiz. Natijada minus 1 taqsim 2 hamda 1 taqsim 3 degan berilgan tenglamani ildizlari hosil bo'ladi. Ana endi ikkinchi misolimizga e'tibor qilamiz. To'la kvadratga ajratish usuli. Bu yerda tenglama ildizlar irratsional sonlar bo'lgani uchun biz buni to'la kvadratga ajratish usulida ishlaydigan bo'lsak, misolimiz anchagina oson bo'ladi. 3 ni qo'shib yuboraman. Nima uchun aynan 3 ni? Chunki bizda 3 ni qo'shadigan bo'lsak, chap tomonimizda x kvadrat minus 4x plus 4 degan to'la kvadrat hosil bo'ladi. Bu bizga beradi x minus 2 ning qavsda kvadratini, o'ng tomonimiz esa plus minus ildiz ostida 3 ning kvadratini beradi. Ana endi kvadratlarni tashlaydigan bo'lsak, x minus 2 ni bir marta ildiz ostida 3 ga tenglashtiraman. Ikkinchi marta x minus 2 ni minus ildiz ostida 3 ga tenglashtiraman. Demak, topamiz. Birinchi ildiz o'ng tomonga o'tkazsak minus 2 ni 2 plus ildiz ostida 3. Ikkinchi ildiz bizda hosil bo'ladi 2 minus ildiz ostida 3. Demak, mana shu. Bundan da qiziqarli videolar va usullarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.